Minecraftda o'lish oson, to'g'rimi? Lekin bu Minecraftda emas. Xo'p, obunachilar bo'lmasa biz videolarimizni boshlaymiz. Hamchi video davomida aytib o'tganimdek, xullas video davomida boshqa ko'ra olinglar, Minecraft umuman o'lish iloji yo'q. Videoda to'liq obzor ishonmasanglar hozir men sizlarga zo'rgina fakt ko'rsataman, ishonmasanglar. Masalan, mana bu yerda tushamiz, to'g'rimi? Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda yugurib kelasizlar. Kelib turib padab tashlaganingizda jon vobshim ketmaydi. Xullas bo'lsa biz videolarimizni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek shader qo'shib qo'yganman. Shader bilan qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Unda biz anaqamizni boshlaymiz. Aytib qo'ying, bizda faqatgina qanaqadir otadi-yu, masalan, nimadir otishadi, masalan, Ender Pearl emas. Qor otishsa, nimadir masalan otishsa, bizning jonimiz ketishi mumkin. Ya'ni qor otishga ketmaydi. Masalan, Ender darga tupursa, jonimiz ketishi mumkin. Chunki u zahar jonni ola oladi. Qolgan narsa jonni ola olmaydi, obunachilar. Shuni bilib qo'yinglar. Biz buni qolamiz. Va bitta bersak va ko'p yasab olamiz va bu yerdan olamizda kirka yasaymiz. Shu bilan biz hozir pastga fonga tushib ketamiz. Obunachilar, men tepaga chiqmayotganim sababi chunki men bitta temir chiqib qoldi. Versiya yasashga majbur bo'ldim oxirgi taxtam uchun. Menimcha hozir tepaga chiqib yana taxta kovlayman shekilli bunaqada. Chunki taxtam juda ham kam qoldi, obunachilar. Xullas, qulnoqroq gapirishga harakat qilaman, o'zingizlar baho berasizlar, xullas. Nihoyat temirni ham kovlab oldik. Bu temir bo'lsa ekan, namuncha chuqurga tiqib tashlaydi. Temir yo'bana bobomrod deydi. Hop, tepaga chiqamiz. Qaranglar-da, yozib bittasi ko'rsatadi. Tepaga chiqamiz, kerakmas bizga tepada bersak bo'lar. Qaranglar, shu chuqurga tushdim. Nega desanglar, chunki tepada mana qaranglar. Bu yoqda andizlik chiqib keldi. Bu yoqda granit, 100 ta granitlar chiqib keldi. Keyin yer 100 talab va tosh. Bo'ldi, mana biz ana bersak chiqamiz va bunda yasaymiz va bolta yasab, bu yoqdan survival corporation qilamiz va mollarni chopamiz. Obunachilar, bundan qaranglar, chiroyli. Yomon zurshida topib qo'yaman. Mayli. O'rozjon, qaydasan? Hozirgina seni ko'rdim. Bolasi bor ekan. O'rozjon, bolang bor ekan-ku. Xayrlash bolajoningni. Qayerda yuruvdim men? O, lava ko'li. Eng kerakli narsa. Mayli. Shu lava ko'lini ham bir anaqa ko'ramiz. Obunachilar qiziqib qoldi. Lekin lavada ham bo'lmas mana. Obunachilar. Lavada ham o'lmayman. Nahotki lavada meni o'lmas. Nima bo'lsam ham xullas men o'lmas odamman, obunachilar. Qo'rlar yetib chiqamiz. Qo'rlarda endi men hech kim menga tegina olmaydi. Teginsin. Teysan. Yorib qo'yaman mashinasini. Obunachilar, sizlarga yaxshi ko'rinish uchun o'zimga Night Vision berib oldim mana. Ko'rib turgan bo'lsanglar, nechadir minutaga berib tashladi. Xullas, creeper jonlar, sizlarga emas meni o'ldirish. Mana bitta creeper bor, portla. Yo'q, hech balo qilmaydi. Shuni qaranglar, obunachilar, bunaqa go'zallikni videoni boshiga qo'yish yomon narsa emas-ku. Oldida portlasan. Menga chip qazaldi. Obunachilar, men tepaga chiqishga majburman, chunki taxta yo'q, ko'rib turganingizdek. Bitta dona taxtacham bor atiga. U ham bo'lsa saqlab o'tirman, yana shetoni ochib olman. Qanchalik non ko'rman, deydi-yu. Xullas, tez chiqamiz. Daraxt yo'q, mana shu yaqin turibdi. Hammasi katta xolasini video yurgandek, videolarga ko'rinib qoldi. Katta qonunchilik o'ldiradi odamni. Narsa bor anaqada. Bunchalik nimada qizil narsa emas. Va
ay. Jon o'lish vaqting kelibdi. Ya qochmay, kallang ushdi. Hop, mana daraxtlarning barchasini chopib chiqamiz. Obunachilar night visionni ko'rib tushgandan ko'rmay qolibman. Mayli, biz konimizga kirishimiz kerak, chunki tunda meni ishim yo'q. Men konga kirib tezroq temirlarimni eritganman. Bizga sal qolsa yiqib tushganimda qo'rqib ketdim mana. Mayli. Qaranglar obunachilar, hech kim menga hech nima qila olmaydi. Qanchalik yovuzman. O'zimga temir narsa yasab oldim. Aytgancha. To'xtanglar. Amalga kerak bo'ladi aytgancha bizga. Hop, temirlar kerak bo'ladi. Hop, men hozir o'zimni musurlarimni temir qolib ketibdi. Temir kovlash eng buyuk narsadir deyman. Bu yerga men o'zimni musurkalarimni tashlayman. Mana. Ip kerak bo'ladi, bu kerak emas, bo'ldi. Qolgan narsani bo'lsa musurga bo'ldi. Hop, endi biz anaqa yasaymiz. Temirimizni olamiz. Obunachilar, как раз menga 3 ta ko'mir o'zini solib qo'ygan 24 taga. Demak, 24 taga 3 ta ko'mir yetsa, bizda demak nechta qoladi? Har bitta nimada ko'mir demak 8 ta narsani yerda olar ekan. Bo'ldi, bilib oldik. Lekin oldin ham bilganman. Lekin nega aytdim? O'zim ham bilmayman. Chunki men nimada sizlarni aldimman. Shuni bilib qo'yinglar. Ben sizlar uchun yashayman. Hazırlaştım. Bunaqa emasman men. Sizlar men eng zo'r aktiv muhojirotgan obunachilarim sizlar. Sizlarni qanaqa qilib yo'qman, qani o'qosam jonim ketadi. Yo'q. Obunachilar basharangga sani net qilishni oldimga. Bilmasanchi, borib izvorish, gapirish narsaga. Umarjon, sen bizga keraksan. Chunki ko'mirimiz qolmagan. Naydishin. Obunachilar oldimizda yangi ko'mir kon bor ekan. Endi kon bor ekan, shunga tushib ko'ramiz. Koningiz sana kichik, shunaqa ham kichkina kon bo'ladimi? Obunachilar masalaga hozir haqiqiy chiroy ko'rsataman. Dadam, quyosh chiqishi. Bu men eng yoqtirgan vaqtlarimdan biri. Quyosh chiqishini tomosha qilish. Bir vaqt shunday turamiz. Bu chiqishimchaligi cho'zilmadi lekin. Mayli, bo'pti. Borib o'ldirishimiz kerak ularni. Ketdi. Chilim. Ne o'ldirdim bilmadim. Chiroq o'lasan, sen kelasan va chiroq o'lasan va yana nima bor? Sigir jon. Kelincha qani? O'ldingiz. Bo'ldi. Ularni olib ketamiz. Rangi bilan chunki jonimga ketkazadi. Eng yoqimli kunlarimdan biri Minecraftdagi va asrlardan nerviga tegmaymiz, chunki hozir bizning nervimiz siqib qo'yadi. Hop, biz ham narsalarimiz pishirib olsak bo'ladi. Solamiz va 2 donagina ko'mir 2 dona. Mayli, bitta yetib qolsa. To'xtanglar. Mana yana temiram bor ekan, ichib o'tiraman bitta. Kalla qo'yamiz-da bitta katta qilib. Mayli, bitta sheet mamundan va mamundan yasab olamiz. Mayli. Boshqa narsaga hozircha yetmaydi bizga narsalar. Mamundan pista yetishi mumkin. Qilich ham yasab olsa yaxshi bo'lardi lekin. Mayli, qilich ham yasab olamiz. Qilich ko'proq ura oladi agar bilsaydi. Bedrock edition deydi. Chicken deydi Minecraft game'sida. Agar kim shu chicken degan qo'shig'i yodlab olgan bo'lsa, komment yozib qoldiringlar. O'sha odamman bu videoda eng ya'ni bilmayman nima qilaman. Qilaman-da. Mayli. Obunachilar, bizga olmos nima kerak degan xayolga bordim. Chunki bizda shunaqa zo'r aslihalar bor. Endi o'lmaymiz biz hech qachon.
to'g'ri boyidagi nimada lavani oldiga borib tezroq speedranchasiga qurib tashlash kerak yani qani portalni o'shanda surib yuboramiz nezerga. Xo'p, obunachilar demak hozir biz ham portalni qurib tashlaymiz. Botga bitta, keyin botga bitta. Ular shunaqa qilib tez qurib tashlaymiz. Obunachilar mana buni tushunib bilmaysizlar qanchalik qiyin bo'lganini. Xullas, hozir biz buni yasaymiz. Buni yasaymiz va buni boramizda, mana chekalamizda, nima qilamiz va videomiz. Bo'pti obunachilar, bo'lmasam biz ham bugungi videomizdan birinchi qismi mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi va ikkinchi qismi final qismi bo'ladi degan umiddaman. Sizlar yaxshilab maza qilib ko'rdinglar degan umiddaman. Kanalimni bunga like bosishingizdan chiqmasa, komment yozishingizdan chiqmasa. Va unda bungi videomiz mana shunday iborat edi va obuna bo'linglar. Obuna bo'lmasanglar, sizlar Gargamel bo'lib qolasizlar. Kalbosh Gargamel. 200% uylarda Gargamel bo'lib, kal bo'lib yurasizlar, ustinglarda hamma kuladi. Hazillashmayman, unaqa degan yo'q. Hazil. Sizlar davom etinglar.